Biznesmenmi? Sahiy bo'lish kerak. 7000 ga hot dog, 13000 ga burger. Bunaqasi bo'lmagan. Akada 20 xildan oshiq fast food narsalari bor ekan. Shundan bitta burger, bitta hot dog sindiramiz. Hot dog salatlisi. Nech pul? Shu legendarniy maktab paytida yeydigan salatligimizni 10 ming so'm qilib beramiz. O'zi nech pul sotasiz? 13 ming so'm sotamiz. 5000 bar ekan. Ya 5 ming. Saskani puli bo'lib qoldi aka. Bitta kanasiga saskamiz 5 ming so'm turadi. O'zi fast foodda juda ko'p qolmaydi, uni hamma biladi. A bo'pti 7000. Baraka aka. Yil oxirigacha. Dekabrgacha. 15-dekabr. Bo'ldi, hozir. Bunaqasi o'zi uyda tayyorlasangiz ham bo'lmaydi. Endi burger. 20 ming so'm qilib beramiz endi. Sizlarning nominglardan kelsa. Nech pul sotgansiz? 25 ming sotganmiz. 10000. Ya 10 mingga kaklet o'zi bo'lib qoladi aka unda. Bular ham kalkulyat derkan. 11000. 15 ming. 13000. Buni ham 15-dekabrgacha. Bo'ldi. Ikkalasi ham baravar. Yana ikki dona narsasi bor ekan demanglar. Pizzalar, hot doglar 20 xil, salatlar, ichimliklar, hamma narsa bor. Yana sifatsiz bo'ladi demanglar mana. Ko'rish kerak-da buni. Sifatsiz bo'ladi, narx degan narsa bor-ku. Hammaga o'rganib qolgan. Mana. Bunisini ko'ring. Mana burgerda uni qiymalarning ichida haqiqiy go'sht bo'ladi. Va'dasini olmabmiz-ku. Aka, hamma kelingda. Narx tushdi, bo'ldi deb sifatni yoki qanaqadir qarov kelyapti turgan mijozlarga bo'ladigan e'tiborni kamaytirmaslikka lafz berishingiz kerak. Bo'ldi aka. Qo'ldan kelgancha bundan ham zo'r qilib berishga harakat qilamiz. Ana, lafzni olding. Mana mashatlarda siz reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Manzilni tushuntiraman. Shuhrat akani Perikroskasidan Parusga tushib ketishda o'ng qo'lda Mactown hot dog. Haziyamiyat olsa, mashatlarda yurgan bo'lamiz.